Mana assalomu alaykum. O'rtapat peshilar xudo xolisa. Qo'qonda yana bitta xonadonda hammom hojatxonalar montajini qildik. Mana tashqari holati. Mana rakvinaga qoldi bu hovlini suvga sug'organi. Mana sentralnisi. Mana ichkariga mana sentralni tashaldi. Bunisi kir mashinaga chopli pol to'qildi. Ro'parada dushovoy bo'ladi. Dushovoyga atalab 100 litr tashaldi, чтобы suv yaxshi ketishi uchun. Bunisi vannaga kanalizatsiyasi. Issiq suv, sovuq suvlari mana e'tibor bering, chopli pol mana utilitar qilingan. Vannaga dushovoy tashlandi, titan. Titanimiz gazga ishlaydi. Mana tepaga zirvni tashladik 6 barillik. Oldin amerikanka ishlatilardi, hozir mana nakitni ishlatilyapti. Mana shu yaxshi chiqdi, mana shu gipskalari, Waterpro. Даже mana devordagi turbalar ham utilitar qilingan. Sentralni kran tashaldi, issiq suv mabodo o'techga bo'lsa. Mana qarang, titandan padacha abratga olib turib, chopli pol to'qidik. Chopga qilib mana. Bemalol sirkulyatsiya nazoratini boshqarsa bo'ladi. Hop, mana bu yoqqa chiqqanda hojatxona ham bor. Hojatxonamiz mana shashaga ham qo'yildi. Mana suv bilan mana gigiyenetskiy dush ham bor. Montajlar zo'r bo'ldi, hammasi yaxshi. Mabodo biz ishlar ma'qul kelgan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'yasizlar. Kimda qanaqa kommentariy bo'lsa yozinglar, javob qaytaraman.